Tinchlik yuribsizmi? Telefonim qani? Ben sizni bunaqa deb o'ylamadim. Bunda tinchlikmi? Kim o? Yig'lamang. Oyjonga aytib beraman, ko'rasiz. Oyjon. Kimdir Oybek akamga jonim, qachon kelasiz deb SMS yozibdi. Haliyam shu birovga SMS yozyapti. Bo'shashib, deb yurasizmi? Necha marta o'rgatdim sizga. Shuni telefoniga tegmang, shuni telefoniga tegmang deb. Yo tavba qildim. Bir ajoyibsiz. Namuncha lavang bo'shsiz, kelin. Chaqiring menga Oybekni boring. Boring, oyjon sizni chaqiryaptilar. Ikkalingiz joydan shu narsani ham onamga aytadimi? Oybekjon. Mana chiqing. Xo'p, hozir ona. Katta yigit bo'lib qoldingizmi o'g'lim? Qizdagi SMS yozadigan yigit bo'lib qoldingizmi? Bu begona nomer, saqlanib ham qilinmagan. Jonim yaxshimisiz deb yozibdi. Tanimayman buni. Mana hozir dadang keladi, hozir ko'rasan. Oybekjonning telefoniga SMS ketdi. Kimdan ketdi SMS? Telefonga keladi SMS. O'shani bila olmadik. Ana oxirgi raqam 38 nomerdan ketdimi? Ha, 38. Hech kim tanimaydi. Meni yangi nomerim, yozib olinglar hammalar. Trankada bu. Skilet qo'yib qo'yasizlar. Men ishga kelay. Voy, trankizga o'tishdi. Katta odam. Voy xudoyim. Kimdir SMS yozibdi-ku. Voy. Ha, choydan qo'y. Jonim debdimi? Kim bu? Hech jonim demagan. Menimcha ana bo'lsa kerak-da, kimdir jonim debman, nimadir deb. Nima? Kim? Qaysi paytda? Shu yoshingizda endi kim? Aholisi hozir qilamiz, kimligini bilamiz. Qiling hozir, qiling. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana adashib SMS yozib yuboribsizlar-da. Yo'q, aytibmi? Tanimadingizmi? Menga bering. Boshqa joyga tushdilar. Menga bering. Boshqa joyga tushdi, qo'ysang-chi, unaqa gaping. Raisim, kimdir ana prank qilayotgandir, qayerdan biladi? Sizga prank Ha, qilyapman. prank, mana uni qilyapti prankda. Ye, bo'pti bu. Uyalmaysiz otaga prank qilgan, ha? Sal qolsa onangiz bilan ikkalamiz hayotimizdan ado ko'tarib olishini sal qol. O'g'lim, prank qildingizmi? Sen yozdingmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Yo'q, bo'pti bu. Qarang, hozir meni telefonimga SMS keldi. Noto'g'ri SMS keldi. Jonim degan. Ha, bo'ldi, shuni gaplashyapmiz hozir. Shuni siz prank qildingiz, prank, to'g'rimi? Ana. Ya o'ynaymi? Voy dadasi. Meni o'g'lim bu tegmang. Qo'lingiz uchun tegmang. Behijon. Qo'lingiz uchun. Amma mana unga jonim Menga qarang, boshqa. prank qildingiz-ku, to'g'rimi? Prank emas, bu hayot dada.